Koreyaning arzon kiyim sotadigan magazinini bugun sizlarga obzor qilib bermoqchiman. Ketdik. Hi guys, salom yaxshilar. Men 8 yildan beri faqat shu magazindan kiyinaman. Chunki bu magazinda kichkina razmerdagi kiyimlar juda ham ko'p. İlk kat bo'lishimdan oldin men postoyanno 48-50 kiloga chiqib tushib yurardim. Shuning uchun bu yerdagi kiyimlarning hammasi mos tushgan. Ko'rib turganingizdek kichkina mayochkalar ham 60 ming 90 ming so'm bo'lib yotibdi. Mana ko'ylak juda ham yoqdi menga, ham qimmatmas ekan. Qo'ltig'imni qorayganini o'chirib olsam, bemalol kiyib yuraman. Shimlar 166 mingdan ekan, menimcha O'zbekistonga qaraganda ozgina arzonroq bo'lsa kerak, nima deb o'ylaysizlar? Shu yili Koreyada shunaqa kalta shortiklar juda ham moda bo'ldi, lekin narxi ozgina qimmat ekan. Mana kiyimni rezinkasi bilan birga sotarkan qoyil. Diqqat bo'lishimdan oldin mana shunaqa yarimta futbolkachalarni maza qilib kiyib menimcha bunaqa lyamka maykachalar o'zbek so'miga qaraganda ancha qimmat. Voy, mana futbolkalar juda ham yoqdi menga. Maza qilib kalta shortiklar bilan kiysa bo'ladi. Koreyaning kalta va uzun yubkalariga 1 dan 10 gacha baho berib ketdim. Men esa shunaqa shortik kiyib ko'rdim. Voy, mana narsalar juda ham moda bo'lgan hozir Koreyada. Har xillaridan bor ekan. Shimni tepasiga shunaqa qilib boylab oladi. Men ham haligi kalta shortikni tepasiga boylab ko'rmoqchi bo'ldim. O'zi ham dehqoncha stil bo'lib qoldi. Shunaqa qilib shu shortikni olishga qaror qildim. Nima deb o'ylaysiz, Koreyaning kiyimlari qimmatmi yoki osonmi?